Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasi uchun ko'plar yangilik so'rayotgandi. Yangilikni zo'rini olib kelib qo'yganmiz. Birinchi o'rinda o'zining stok holati zavodskiy patologiya. Ochilib yopiladigani, yonadigani bo'lib chiqqan. Mana ikkita cheti yonib turadi ochgan paytlaringiz, yopsalaringiz o'chadi. Ochsalaringiz yonadi, yopsalaringiz o'chadi. Ikkita sim ulanadi, bo'ldi. Shu bilan muammo hal. Ochasiz, yopasiz, hammasi zo'r bo'ladi. Ko'plar uchun hozir patologni qoraytiryapti, trendga chiqqan. 100 dollar qilib beryapti shu xizmatni. O'sha uchun zavodskiy qoraytirilgan mana. Kraska hech qanday narsa sepmaysizlar, material qilinmaydi. Birga bir ikkita sim ulanadi, tepalarga qo'yiladi, kraskalari bor, hamma narsalari zavodskiy holatda tushadi. Buni ham ishlari yonadi. Bu tomonlari ham bor mana. Yonib o'cha ikkita kozirokda ham yonadigan funksiyalari bor. Sifati juda ham a'lo. O'chib ketmaydi, qirilib ketmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Sifati 100% garantiya. Ko'plarga narxi qiziq bu narsani. Buni 380 ming so'm qilib beramiz. Bo'lish narxini ikkaloviniga 380 ming so'm. Bo'lish narxi shunaqa narx bilan chiqadi. Oqi ham, qorasi ham narxi bir xil. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Adresimiz Toshkent shahri, Sergeli mashina bozori. E'tibor uchun hammaga rahmat. Bemalol dastavka qildirsalaringiz bo'ladi buni. Dastavka qilib chiqaraveramiz viloyatlarga agar bo'lsa. Pastda nomer qoldirib qo'yaman.